Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan demak yuz sohasi topografik anatomiya darsimizni ko'rib chiqamiz. Yuz sohasi bu organizmda demak murakkab soha bo'lishidan bir qatorda demak yuz sohasida asosiy qon tomir, arteriya, nervlar joylashgan. Demak buni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Yuz sohasi topografiyasi yuzni o'zi bo'linishini ko'rib chiqamiz. Topografik jihatdan yuz oldingi yuz sohasida va yon yuza yuz sohasi va yon chuqur yuz sohalariga bo'lib o'rganiladi. Xo'sh, yuzning oldingi sohasini chegarasi, yuzning oldingi sohasini miya qismidan chegaralab olamiz. Ko'zning yuqori qirrasi, yanoq ravog'i, yanoq suyagi, yanoq ravog'i va pastki jag'ining pastki qirrasi bilan yuz miya qismidan ajralib turadi. Xo'sh, yuzning oldingi va yon qismi chegaralari. Yuzning oldingi sohasi va yon qismi chegarasi, ko'zning pastki qirrasi, yanoq ravog'i, demak yuqoridan ko'zning pastki qirrasi, yanoq ravog'i, pastki jag'ining orqa cheti, bu lateral chegarasi. Oldingi medial tomondan burun lab burmasi bilan chegaralanib turadi. Demak, mana shu qism yuzning yon sohasiga to'g'ri keladi. Yuzning oldingi sohasiga, demak, qaysi sohalar kiradi? Yuzning oldingi sohasiga ko'z sohasi regio orbitalis, burun sohasi regio nasalis, og'iz sohasi regio oris va engak sohasi regio mentalislar kiradi. Yuzning yon sohasiga, yon yuza sohasiga, demak, quloq oldi chaynoq sohasi, lunj sohasi kiradi. Demak, quloq oldi chaynoq sohasi parotida mastoterika va lunj sohasi regio buccalis deb ataladi. Yuzning chuqur sohasiga chakka sohasi, chakka osti chuqurchasi va regio pterigopalatinum, ya'ni qanot tanglay chuqurchalari demak kiradi. Bu yuzning chuqur sohasi. Demak, biz yuzning oldingi sohasini topografiyasini ko'rib chiqamiz. Yuzning oldingi sohasida ko'z sohasi regio demak orbitalis joylashgan. Ko'z sohasi 4 ta devordan tashkil topgan. Yuqori devorni, demak, paries superior, ya'ni yuqori devorni peshona suyagi va ponosmon suyagining kichik qanotlari tashkil qiladi. Xo'sh, paries inferior, ya'ni pastki devorni chakka suyagi, ya'ni yuqori jag' suyagi va zigomaticus, ya'ni yonoq suyagi tashkil qiladi. Medial devorini, ya'ni ko'zning medial devorini, paries medialisni, demak, yuqori jag' suyagining burun o'sig'i, peshona suyagining demak yuqori jag' o'sig'i va demak ko'z yosh suyagi va g'alvirsimon suyagining plastinkalari tashkil qiladi. Lateral devorni esa yanoq suyagining demak peshona o'sig'i va peshona suyagining yanoq o'sig'i, bundan tashqari ponosmon suyagining katta qanotlari demak ko'zni lateral devorini tashkil qiladi. Ko'z sohasi topografik jihatdan atrofdagi sohalar bilan o'zaro 8 ta teshik, kanal va yo'riqlar bilan aloqada bo'ladi. Bular qaysilar? Demak, bularning birinchisi fissura orbitalis superior, ya'ni ko'zning yuqorigi yo'rig'i. Bu ko'zning yuqorigi yo'rig'i ko'z sohasini miya o'rta chuqurchasi bilan bog'laydi va bu yerdan 3-juft nerv, nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus abducens va nervus trigeminusning birinchi shoxi bo'lgan nervus ophthalmicus o'tadi. Xo'sh, bundan tashqari vena ophthalmica superior ham demak fissura orbitalis superiordan o'tadi va ko'z sohasini miyani o'rta chuqurchasi bilan bog'laydi. Ikkinchisi fissura orbitalis inferior, ya'ni ko'zning pastki yo'rig'i. Bu yo'riq ko'zni, demak ko'z sohasini qanot tanglay chuqurchasi bilan bog'laydi, ya'ni fossa pterigopalatinum bilan bog'laydi. Bu sohadan demak ko'z sohasiga bevosita arteriya maxillarisdan chiqadigan arteriya infraorbitalis, vena infraorbitalislar o'tadi. Mana bu arteriya maxillarisdan va vena demak arteriya infraorbitalis va vena infraorbitalislar bular ko'z sohasiga demak fissura orbitalis inferior orqali qanot tanglay chuqurchasidan kirib keladi. Bundan tashqari bu yoqdan nervus zygomatico orbitalis va nervus zygomatico facialis, ya'ni yanoq yuz va yanoq ko'z nervlari o'tadi. Ya'ni bu nervlar ham qanot tanglay chuqurchasi bilan ko'z sohasini bog'laydi. Bundan keyingi teshigimiz demak canalis opticus, ya'ni ko'ruv teshigi. Ko'ruv teshigi orqali ikkinchi juft nerv, nervus opticus va arteriya opticuslar o'tib
ko'z sohasini demak o'rta miya chuqurchasi bilan bog'laydi. Xo'sh, keyingi ikkita teshikimiz bor mana bu yerda. Mana foramen etmoidalis anterior et posterior bor. Foramen etmoidalis anterior va posterior ko'z sohasini demak g'alvirsimon suyakining oldingi va orqa katakchalari bilan bog'laydi. Bu yerdan o'z navbatida nervus nazolakrimalisdan chiqadigan, mana ko'rib turibsizlar, nervus nazolakrimalisdan chiqadigan nervus etmoidalis anterior va posteriorlar demak shu teshik orqali g'alvirsimon suyakining oldingi va orqa katakchalariga demak o'tadi. Xo'sh, bundan keyingi teshigimiz demak foramen supraorbitalis va foramen infraorbitalislar. Demak bu teshiklar demak ko'z sohasini bevosita yuz bilan bog'laydi. Demak bunisi foramen orbitalis superior, ya'ni bu ko'z sohasini peshona sohasi bilan bog'lab turadi. Bu yerdan demak biz bilamiz o'sha nervus oftalmikusni, ya'ni 5-juft nervni birinchi tarafdan nervus oftalmikusdan chiqadigan nervus supraorbitalis, ya'ni foramen supraorbitalis orqali chiqib peshona sohasini innervatsiya qiladi. Xo'sh, keyingisi nervus infraorbitalis, ya'ni nervus infraorbitalis, mana nervus infraorbitalis bu 3-juft nerv, 3 shoxli nervni, demak 5-juft nervni ikkinchi shoxi nervus maxilladan chiqib mana shu o'z nomidagi teshik orqali yuz sohasiga chiqadi va kichik g'oz panjani hosil qiladi. Kichik g'oz panja demak mana ko'rib turibsizlar, uchta tarmog'i bor. Pastki qovoqqa, tashqi burunga va pastki qovoqqa, tashqi burunga, yuqori labga demak tarmoq beradi. Bu demak kichik g'oz panjani hosil qiladi. Bundan tashqari ko'z sohasi topografiyasida biz bilishimiz kerak, ko'z sohasini demak muskullarini innervatsiya qilinishi, ya'ni ko'zni harakatini ta'minlovchi muskullarni qaysi nervlar innervatsiya qilishini demak bilishimiz kerak. Xo'sh, bu yoqda biz hozir muskullarni topamiz. Mana ko'z sohasi muskullari, mana ko'z sohasini muskullari. Ko'z sohasida biz bilamizki, demak 4 ta to'g'ri muskul, 2 ta qiyshiq muskullar joylashgan. 4 ta to'g'ri muskullar musculus rectus superior, inferior, medialis va lateralislar, musculus obliquus inferior va musculus obliquus superior joylashgan. Xo'sh, innervatsiyasi musculus rectus lateralisni nervus abducens innervatsiya qiladi. Musculus obliquus superiorni, ya'ni yuqori qiyshiq mushakni nervus trochlearis innervatsiya qiladi. Qolgan muskullarni musculus rectus medialis inferior, superior va musculus obliquus inferiorlarni demak 3-juft nerv nervus oculomotorius innervatsiya qiladi va ko'z olmasini, harakatini ta'minlovchi demak muskullar kompleksini demak innervatsiyasini ko'rib chiqdik. Xo'sh, endi bu ko'z sohasini topografiyasi bo'ldi. Xo'sh, bundan tashqari biz yuz sohasida biz bilamizki, demak yuzning oldingi sohasida keyingi sohamiz bu burun sohasi, ya'ni burun bo'shlig'i yoki burun sohasi. Burun sohasini ikkita qismga bo'lib o'rganamiz. Tashqi burun sohasi va ichki burun sohasi. Regio nasalis externa va regio nasalis internaga bo'lib o'rganamiz. Tashqi burun sohasini o'rganishimiz uchun, demak tashqi burun biz bilamizki, demak burun suyaklari va burunni tog'ay qismidan tashkil topgan. Tashqi burunni qon bilan ta'minlanishi, innervatsiyasi va venoz tizimi. Bevosita tashqi burun arteria facialis orqali qon bilan ta'minlanadi. Arteria facialis tashqi uyqu arteriyasidan chiqqandan keyin demak pastki jag' sohasida, demak pastki jag' so'lak bezi sohasidan o'tib yuqoriga yo'naladi va bu yoqda ikkita arteriyani beradi. Arteria labialis superior, inferiorni beradi. Bu lab sohasini qon bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari demak bu yuqoriga burun sohasiga yo'nalib arteria nasalis externa va arteria angularisni beradi. Xo'sh, arteria nasalis externa va arteria angularisni beradi. Bular o'z navbatida arteria nasalis externa tashqi burunni qon bilan ta'minlab, demak arteria septum nazi, ya'ni arteria septum nazi bilan bevosita anastomoz hosil qilib, burun bo'shlig'i sohasida anastomozlar hosil qiladi. Bu anastomozlarning nomi demak tashqi uyqu arteriyasi va ichki uyqu o'rtasidagi anastomozlar bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari
Bu arteriya angularis bo'lib, demak yuqoriga qarab davom etadi. Demak tashqi burunni qon bilan ta'minlaydi va peshona sohasini va ko'zni medial sohasini qon bilan ta'minlaydi. Venos tizimi, demak venos tizimi ham demak xuddi shu arteriya nomiga o'xshab, demak venos tizimi ham xuddi shu nomdagi venalar, faqat bu venalar burun sohasidan, yanoq, ko'zni medial sohasidan vena qon tomirlarini demak yuz sohasidan yig'ib, demak yuz venasi orqali demak vena pastki jag'ni orqa arteriyasi, ya'ni vena retromandibularisga quyiladi va vena retromandibularis vena jugularis internaga quyiladi. Demak yuz sohasini demak venos tizimi yuz sohasidan demak yig'ilgan qonlar pastki jag'ni orqa venasi va ichki bo'yinturuq venasiga quyiladi. Demak bular yuqori kavak venaga demak quyiladi. Bu burun sohasi, demak tashqi burun sohasini demak qon bilan ta'minlanishi arteriya venasi edi. İnervatsiyasi, mana inervatsiyasini biz yuqorida qisman ko'rdik. Demak nervus infraorbitalisni kichik g'oz panjani tarmog'i bor edi, ramin nasalis externa va bundan tashqari yuz nervini, nervus facialisni ramus zigomatik shoxlaridan tashqi burun demak inervatsiya qilinadi. Ya'ni shu tarmoqlardan o'ziga tarmoq oladi. Xo'sh, ichki burun, ya'ni burun bo'shlig'i, cavum nazi. Cavum nazi demak ichki burun demak 4 ta devordan tashkil topgan. Bu devorlar lateral, medial, pastki va yuqoriga. Xo'sh, lateral devorni o'z navbatida lateral devorni bizga demak yuqori jag' suyagini demak tanasi demak tashkil qiladi. Mana lateral devorni yuqori jag' suyagini tashkil qiladi. O'rtada demak to'siqni demak vomer, ya'ni dimoq suyagi, demak etmoidalisni perpendikulyar plastinkalari, demak bu to'siq, ya'ni burun to'sig'ini tashkil qiladi. Pastki devorni demak qattiq tanglay demak yuqori qismi demak tashkil qiladi. Xo'sh, yuqori devorni etmoidalis, old etmoidalis, ya'ni g'alvirsimon suyak demak tashkil qiladi. Bu burun bo'shlig'i, cavum nazi. Burun bo'shlig'ida demak 3 ta burun yo'li tashkil topgan. Bu burun yo'llari demak yuqorigi burun yo'li, o'rta burun yo'li va pastki burun yo'li. Xo'sh, burun yo'llari qanday tashkil topgan? Burun yo'llari biz bilamizki, burunda demak nima? Chig'anoqlar joylashgan, ya'ni concha nasalislar joylashgan. Concha nasalis, ya'ni 3 juft concha nasalislar joylashgan. Ya'ni burun chig'anoqlari yuqorigi, o'rta, pastki burun chig'anoqlari mavjud. Ya'ni concha nasalis superior, media va inferiorlar joylashgan. Burun yo'llari mana shu concha nasalislar orasida joylashgan yo'l hisoblanadi. Yuqorigi burun yo'li bu hidlov yo'li hisoblanadi. O'rta va pastki burun yo'li bu ko'pincha demak nafas yo'li hisoblanadi. Xo'sh, pastki burun yo'li demak meatus nazi inferior, bu qattiq tanglay bilan pastki burun chig'anoqlari orasida joylashgan bo'shliq hisoblanadi. Demak bu meatus nasalis inferior deyiladi. Xo'sh, o'rta burun yo'li demak bu pastki burun chig'anoq bilan o'rta burun chig'anog'ini orasida joylashgan bo'shliq, ya'ni yo'l hisoblanadi. Meatus nazi media hisoblanadi. Yuqorgi burun yo'li demak o'rta burun chig'anoqlari bilan yuqori burun chig'anoqlari orasida joylashgan yo'l hisoblanadi. Bu meatus nazi superior hisoblanadi. Bu burun yo'llarining ahamiyati nimadan iborat? Klinik ahamiyati shundan iboratki, demak yuqorigi burun yo'liga, meatus nazi superiorga biz bilamizki, demak ponosimon bo'shliq teshiklari ochiladi. Ya'ni ponosimon bo'shliqni, ya'ni ponosimon suyagini bo'shliqlari shu demak teshik orqali shu yo'lga ochiladi. Bundan tashqari demak etmoidalis, ya'ni etmoidalis anterior bo'shliqlari demak mana shu meatus nazi superiorga ochiladi. Meatus nazi mediaga, ya'ni o'rta burun yo'liga biz bilamiz Gaymer teshigi ochiladi. Ya'ni meatus nasalis mediaga Gaymer bo'shlig'i ochiladi. Xo'sh, pastki burun yo'liga meatus nazi inferior, pastki burun yo'liga demak nasolacrimalis, canalis nasolacrimalis, biz bilamizki ko'z yosh kanali, ya'ni ko'zni burunni pastki yo'li bilan bog'lab turadigan kanal, demak meatus nasalis inferiorga demak ochiladi. Ya'ni bu burun yo'llari va atrof bo'shliqlar bilan burun yo'llarini bog'liqligi, ya'ni burun bevosita ko'z sohasi bilan, ponosimon suyak bilan, yuqori jag' suyagi bilan, burunning yon atrofidagi bo'shliqlar bilan, ya'ni foramen etmoidalislar bilan bevosita aloqasini ta'minlab beradi. Xo'sh,
Endi yuz sohasini demak umumiy innervatsiyasiga keladigan bo'lsak, yuz sohasini innervatsiyasini asosan bizada nervus facialis bilan nervus trigeminus innervatsiyasini ta'minlab beradi. Xo'sh, nervus facialis ya'ni yuz nervi bu mimika mushaklariga boradigan demak tarmoq hisoblanadi va bu yuz sohasidagi mimika mushaklarini innervatsiyasini ta'minlaydi. Mana nervus facialis 7-juft nerv. Demak bu bosh suyagida porus acousticus internus orqali chakka suyagida joylashgan ichki eshituvchi yo'l orqali kiradi. Kirgandan keyin u yoqda intermedius tarmog'i chakka suyagini demak piramidasimonus qismiga qolib ketadi va nervus facialisning o'zi foramen stylomastoideus orqali yuz sohasiga chiqadi. Va chiqqandan keyin demak quloq oldi suyak bezi tarkibiga kirib katta g'oz panjani hosil qiladi. Katta g'oz panja bevosita yuz sohasida quyidagi tarmoqlarni beradi. Demak, ramus temporalis, ramus zygomaticus va ramus marginalis mandibularis va ramus collini beradi, ya'ni bo'yin tarmog'ini beradi. Bu bevosita yuz sohasiga beradigan tarmoqlar. Bundan tashqari quloq orti sohasiga ham ramus auricularis posterior shoxini beradi. Xo'sh, yuz sohasini yuz nervi, demak ramus temporalis tarmog'i chakka sohasini, chakkani yuza, chuqur sohasini innervatsiya qiladi. Bundan tashqari peshona sohasini, ko'zning yuqori sohasini innervatsiya qiladi. Xo'sh, ramus zygomaticus yonoq sohasini, yuqori jag' sohasini, demak yuzni yon yuza sohalarini innervatsiya qiladi. Ramus marginalis mandibularis shoxi demak bu bevosita pastki jag' sohasini va pastki jag' sohasini demak teri osti qavatini demak innervatsiya qiladi. Ramus colli shoxi, ya'ni bu colli o'z navbatida bo'yin shoxi hisoblanadi. Bo'yin mushaklariga, musculus platizmaga, musculus digastricusga demak tarmoq beradi. Demak keng orqa shoxi demak rami auricularis posterior shoxi bu quloq orti sohasiga so'rg'ichsimon sohada joylashgan muskullarga, ya'ni musculus digastricus, musculus stylomastoideus, musculus sternocleidomastoideusni demak paylariga tarmoq beradi va shu sohani innervatsiyasini demak ta'minlaydi. Demak bu yuz nervi nervus facialis topografiyasi bo'ldi. Xo'sh, bundan tashqari yuz sohasini demak sezuvchi nerv tarmog'i bor. Bu sezuvchi nerv tarmog'i asosan aralash nerv ham deymiz, chunki uni bir tarmog'i aralash hisoblanadi. Nervus trigeminus hisoblanadi. 5-juft nerv bizaga demak bu sezuvchi nerv hisoblanadi. 5-juft nerv o'z navbatida bosh sohasidan 3 ta teshik orqali demak chiqadi. Birinchi navbatda u bosh sohasida demak yirik gasser tugunini hosil qiladi yoki ganglion nervus trigeminusni hosil qiladi. Bu tugun mana ko'rib turganlaringizdek demak chakka sohasini piramidasimon qismida joylashgan tugun hisoblanadi. Ganglion trigeminus deb ataladi. Bu nerv demak ikkita tarmog'i, ya'ni nervus ophthalmicus va nervus maxillaris bular sezuvchi tarmoqlar hisoblanadi va nervus mandibularis aralash tarmoqlar hisoblanadi, chunki bu yoqda chaynoq mushaklarini innervatsiya qiluvchi tarmoqlari ham demak yadrolari ham demak qo'shilib chiqadi. Demak gasser tugunidan nervus ophthalmicus fissura orbitalis superior orqali ko'z sohasiga kiradi. Nervus mandibularis demak bu foramen rotundum orqali demak yuqori jag' sohasiga chiqadi. Nervus mandibularis esa foramen ovali orqali demak pastki jag' sohasiga o'tib ketadi. Xo'sh, birinchi tarmog'i demak nervus ophthalmicus, buni biz yuqorida ko'rdik. Nervus ophthalmicus demak bu ko'z sohasiga chiqadi va ko'z sohasiga chiqqandan keyin rami nasociliare tarmog'ini beradi. Rami nasociliare. Xo'sh, bundan tashqari demak rami supraorbitali va supratraxeali tarmoqlarni beradi va bu ko'z sohasini demak ko'z, yuqori qovoq va peshona sohalarini innervatsiya qiladi. Bundan tashqari rami maxillaris, ya'ni ikkinchi tarmog'i nervus maxillaris hisoblanadi. Nervus maxillaris foramen rotundumdan kirgandan keyin demak yuqori jag' sohasiga kelib ikkita qismga bo'linadi. Birinchisi rami infra orbitalis tarmog'ini beradi. Ikkinchisi rami plexus alveolaris superiorni beradi. Ya'ni birinchi tarmog'i oldingi tishlar innervatsiyasini ta'minlaydi. Plexus alveolaris superior bu o'z navbatida ikkita qismdan tashkil topgan. Ya'ni rami
rami alveolari superior media va superior demak posteriorlarni tashkil topgan. Ya'ni yuqori jag'ni o'rta va yuqori jag' orqa shoxlariga bo'linib ketadi. Xo'sh, bundan tashqari, demak, pastki jag' tarmog'i, demak, rami mandibularis tarmog'i foramen ovaldan chiqqandan keyin bu pastki jag' kanali sohasiga keladi va bu sohaga mana bu yerda hozir pastki jag' kanalini ko'ramiz. Mana pastki jag' kanali sohasiga keladi va bu yerda 3 ta tarmoqqa bo'linadi. 3 ta tarmoqqa bo'linadi. Birinchisi rami mandibularisning birinchi tarmog'i rami alveolaris inferior. Ya'ni bu plexus alveolaris inferiorga boradi va pastki jag'larni, pastki jag' tishlarini innervatsiyasini ta'minlaydi. Ikkinchisi lingualis, ya'ni til tarmog'i. Ya'ni bu til sohasida boradi va tilning orqa uchdan birining innervatsiyasini ta'minlaydi. Va uchinchi tarmog'i demak bizaga rami mesoterika, ya'ni chaynoq mushaklariga boradigan tarmog'i hisoblanadi. Ya'ni chaynoq mushaklarini innervatsiyasini ta'minlaydi. Demak, shu orqali demak yuz sohasini demak innervatsiyasi demak uch shoxli va nervus facialis orqali demak innervatsiya qilinadi. Yuz sohasidagi demak ko'rib chiqqan sohalarimiz hozircha shu. Qolgan sohalarni keyingi darslarimizda ko'ramiz.